Assalomu alaykum. Mana Xudoga shukr dekretda o'tirganimga bu yil 6 yil bo'ldi. Shu 6 yil ichida endi hammada shunaqa bo'lsa kerak, bo'sh vaqt bo'lishi bilan yoki bo'sh vaqtim bo'lib qolishi bilan qo'limga telefonni olib Instagramga kiraman. Manimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak. Kirsangiz Instagramga o'ziga qaragan, ухаженный qizlar, 18-20 yoshda уже nimagadir erishgan qizlarni ko'rsam, havas qilaman. Hasad ham qilaman. Endi ichim qoraligi ham bor-da. 18-20 yoshda nima qilib uxlab yotgan ekanman? Shu darajada odamlar hamma narsaga erishayotgan payti, karyera qilayotgan payti deb o'ylasam, mana 18-20 yoshimda ota-onamni davrida maza qilib hech nimani o'ylamasdan yashab yurgan paytlarim bo'lgan ekan. Endi u paytda Instagram, YouTube degan gaplar ham bo'lmaganda, sensorli telefonlar endi chiqqan va rivojlanayotgan payt edi. O'sha paytlarda o'ziga qaramagan ayollarni ko'rsam, muhokama qilardim. O'ziga qarab yursa bo'ladi-ku derdim. Hozir ishoninglar, umuman obsujdatsiya qilmayman. Chunki insonni o'zi xohlagani bilan har xil vaziyat bo'lishi mumkin ekan. Ayniqsa bolali bo'lganingizdan keyin shunchaki ko'chaga qaysi kiyimda, qanaqa holatda chiqishingiz muhim bo'lmay qolar ekan. Hozirgi kunda ishlab yurgan vaqtlarimni tez-tez sog'inaman. Chunki ishlaganingizdan keyin o'zingizga xohlaysizmi, xohlamaysizmi qaraysiz. Odamlar bilan gaplashasiz, yengil tortasiz. Ishoninglar, hozir uyda o'tirib, даже ikkita so'zimni bir-biriga ulab bera olmaydigan vaqtlarim bo'ladi. Hozirgi kunda ishlashni xohlayman, lekin ertalabdan kechgacha emas. Erim pul berib turishlarini xohlayman, lekin o'zim ham shaxsiy pulim bo'lishini ham istayman. Hozir uyda o'tirganim uchun ko'proq nima biznes qilsam ekan, nima qilsam qo'limga pul tushar ekan deb xayol ko'p suramanda. Keyin xayollarimda o'sha biznesim rivojlangan, boyib ketgan, o'zim xohlagan narsaga ishlatgan, xursandligimni ko'rsangiz. Keyin oxiri o'ylab charchaganimdan erim topganiga qanoat qilib, mazza qilib yashashni tanlayman. O'zi ishga chiqaman desam, xo'jayinim uyda maza qilib o'tiribsan deb qo'yadilar. Ha, to'g'ri deb qo'yaman. Qaniydi har qatdan maza qilib o'tirsam-da, qaytanga ishga borganingizda atrofingizdagi odamlar o'zi tualetga boradi, ovqatini o'zi yeydi, issiq choyingizni xotirjam ichasizda, uyda bola bilan choy damlab qo'yasiz, bolalaringiz ish bajarib qo'ygan bo'ladi, nimadir boshlab qo'ygan bo'ladi, keyincha choyingiz sovigan, issiq ovqat ichmaganingizga ancha bo'lgan, yetmaganda kechasi 3-4 marta turasiz, miyangiz dam olmagandek bo'ladi. Bolalarimdan qochib bir burchakka kirib ketib, o'sha yerda o'zim bilan o'zim xayollarimda yig'lagan, siqtagan bo'lsam ham shu kirib ketgan teshigimdan bolalarim topib chiqishadi. Onamga telefon qilaman. Ona, shunaqa bo'lyapti, qiynalib ketdim desam, yana 1 yil ichida o'tib ketadi deydilar. Shu 1 yili mana 6 yildan beri chidaman. Yangi seriya boshlansa boshlanyapti, hali o'tib ketgani yo'q. Mani fikrimcha yana 5-6 yil shunaqa o'tiraman. Keyin shu oson bo'lib qolsa kerak. Sug'ur nomli film bor-ku, har kuni takrorlanib turadigan. Xuddi hayotim ham shunaqaga o'xshaydi. Ertalab ko'zimni ochishim bilan har kuni bir xil ish, bir xil ahvol. Tag'in bolalarni tez-tez kasal bo'lib turishi ham o'sha odatga aylanib qolgan. Keyin bitta narsani tushundim. Bolalar bilan uyda o'tirib ozib bo'lmas ekan. Har kuni bo'ldi mana bugundan ozaman deyman. Hech nimani ertalabdan yeymasdan, shirinliklardan отказ qilib, nonlarni отказ qilib kunimni boshlayman. Lekin o'sha bitta asabiylashganim va bir marta bolaga baqirganim o'zi yetadi. Shirinlik yegim kelaveradi yoki nimadir yegim kelaveradi, baqirsam bo'ldi. Ovqat yeyishni xohlab qolaman. Ona bo'lish, farzand tarbiyalash, farzand bilan birga uy ishlari bu oson emas ekan. Onamni mani qanchalik qiyinchiliklar bilan katta qilganlarini endi tushundim. Tag'in o'zimizcha gap qaytarganlarimni eslasam, ahmoq bo'lgan ekanman-da. 5 ta farzand bilan onam hamma ishga ulgurgan, uylari toza, osh-ovqatlari tayyor, bolalari usti yarqiragan, chochlari taralgan. Men onam darajasiga borgunimcha hali ancha bor. Menga o'xshab dekretda o'tirib shunaqa fikrlaydiganlar bitta men bo'lmasam kerak. Menga fikrimga qo'shiladiganlar albatta menga obuna bo'lib qolishni esingizdan chiqarmang.